Nuroniylar atrofida ehtiromli muhit yaratish, ularning ijtimoiy himoyasidan tortib, jamiyatdagi faolligini ham doimiy qo'llab-quvvatlash borasida davlatimizda bir qator chora-tadbirlar belgilangan. Viloyat hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashiga biriktirilgan pir va badavlatlar, nuroniy otaxon va onaxonlar viloyatimizning ijtimoiy hayotida kechayotgan barcha islohotlarda faol. Ayniqsa mahallalardagi sog'lom ma'naviy muhit, yoshlar tarbiyasi, oilalarni mustahkamlash, ko'cha va guzarlardagi obodlik, tozalik, ko'kalamzorlashtirish ishlarida ham tinib-tinchimas g'ayratli keksalarimiz o'z so'zini ayta olyapti, ibrat ko'rsatyapti. Viloyat hokimligi hamda kasaba uyushmalari kengashi tashabbusi va hamkorligida ulardan bir guruhiga dam olish, salomatliklarini tiklash uchun yo'llamalar taqdim etildi. Nuroniylarimiz safida ijodi bilangina emas, hayotiy o'gitlari, tajribasi bilan yoshlarga murabbiy sifatida o'rnak ko'rsatayotgan bir guruh yozuvchi va shoirlar ham bor. Kuzatuv marosimi avvalida kasaba uyushmasi viloyat kengashi mas'ullari bilan muloqot tashkil etilib, jamoatchilik kengashi faollariga, ijodkor ustozlarga minnatdorchilik bildirildi. Hozirgi olib borayotgan siyosatni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bahosi yo'q. Prezidentimizni butun dunyo tan olyapti. Sababi aqlli, dono siyosatchi bo'lganligi uchun mana bu qariyb 40 million xalqimizning baxti bu. Prezidentimiz olib borayotgan siyosatini tushuntirib borishimiz kerak va o'zimiz mana shu sohada qilayotgan ishlarimiz bilan javob berishimiz kerak. Ming marta rahmat. Mana oqsoqollarni bugun viloyat hokimi tashabbusi bilan profsoyuz tashkiloti bu qilgan mehnatlarni, ozgina mehnatlarimizni qadrlab dam olishayapti. Albatta biz Xudo xolasa ko'p ish qilishimiz kerak. Bunday ehtirom va e'zozning cheki yo'q. 70-80 yoshda ham jamiyat hayotida bilim, salohiyatini, tajribasini fidoyilik bilan namoyon qilayotgan insonlarning qadri, mehnati hamisha e'tiborda ekanligidan minnatdor bo'lib gapirdi ishtirokchilar. Prezidentimizning doimiy e'tibori, g'amxo'rligini his etib turamiz deya ta'kidlashdi uchrashuvda. Yil boshidan yozuvchi shoirlarga, ustoz ijodkorlarga, faxriy ijodkorlarga qaratilgan e'tibor bizni behad mamnun qildi. Ijodkorning kayfiyati bu xalqning kayfiyati. Ularning salomatligi yangi asarlarning poydevori. Bugun salomatligini tiklash uchun ehtirom bilan kuzatilayotgan yozuvchi shoirlarni kayfiyati, so'zidagi shukuhini ko'ring. Ular albatta ertaga yangi asarlarga sarzamin bo'ladi. Buning uchun viloyat kasaba uyushmalar federatsiyasi mas'ullariga, rahbariyatiga, jamiki fidoyilarga, jamoatchilarga hammasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz mana shu ehtiromga yangi asarlar bilan, xalqimiz kutgan, kitobxonlarimiz kutgan munosib tuhfalar bilan munosib javob qaytaramiz. Endi ular barcha imkoniyatlar yaratilgan Nurafshon sihatgohida dam olib, o'zaro fikr, tajriba almashib qaytadilar. Keksalarni e'zozlash borasidagi tashabbuslar esa davom etadi.